Amani chayna bor. Vitamizatsiya nima olish kerak? Mengachi nima olishim kerak men? Природа. Ha? Ребята. Lichkangizga aytaman, lichkangizga yozib qo'yaman. Menda hozir qara mana. Menda manul bor xolos mana, qara. Buni ham ichganim yo'q. 10 kun, 20 kundan beri ichganim yo'q. Ha, chiroyli Bitta bitta manul bor, mana. bu narsa chiroyli. Bu unaqa narsalar emas, men bunaqasi kerak. Energetik o, energetik. Men ma'shi bor, buni ham ichganim yo'q. Keyin yo'q degani bitta ikkovli kerakmi? Ha? Ikkovlimi? Ukol qilinadi, ha. Ha, kachoyli yo'q. Men kachoy menga kachoy yo'q. Men kachoy men bellarim muncha bo'lish kerak. Xipchan bo'lib, nozik bo'lib yurishim kerak. Men kachoyli kerak emas menga. Kachoy bo'lib ketamanmi? Ну покажи. Qorinni qanday yo'qotsa bo'ladi, samanda? Поженимся. Sardor, qara. Yo'q, qara Sardor. Eng qara mana. Prozeni eng kuchli qorinni yo'qotadigan yugurish ham mana. Qurasan mana, qara. Eng zo'r. Офигеть. Mana eng ko'p qorinda energiyani yo'qotadigan. А у тебя нету тату? Olasan, dang. А у нее есть тату. Berekki ko'rsting, berekki. Aytirsak. Ну не надо тату. Это. Arzda kirgizishimiz kerak. Yozga, xudo xolasa. Yozga. А потом Yozga. играешь. Menga oktagonliga bitaga beradi. O'tgan safar ham Rashid akam berdi-ku, tayyorlanib. Hozir chiqsang, bilasanmi kimlar bilan tushasan? Katta odamlar bilan tushaman, 100 kilo vesda. Kiloman-da men. Men 100 kilo vesda, o'sha 80 da 75 tashib olaman. Xudo xolasa. Narigina keldi. Samandar sen necha kilosan? Narigina keldi. 80 kiloman. Yetsinchi bitta figurani ko'raylik. Gaplar deb o'tiramiz. Erkeksan. Bilan mashina qilib olishim kerak figurani Sardor, bilad. Onasiniski 30 million sarflab bo'lsa ham shunaqa qilib olaman figuramni. Hozir qattiq kirishdim. Ro'za ham tutyapman, zalda ham tindirmayapman. Ukkolidan bitta olish kerak-da, qorni ertakka. Mon qara, yo, onang. $1200 ekan. Zo'rda, anonsi normalniy mana. Ha, pizdes formata. Bu jala ovqatda qizlar ham siletdi. O'tir. A bizni onangizga qorinda siletdi, bunday qilib. Ularga o'tir. Ha, bizni qorinda hammasini bitta qilib silaveradi. Bo'ldi, ishlayman, gapirmang aka. Nima qilasizdan bosda ortib qilaversin. Gapirmang odamlarga, aka. Efir oching, o'zingiz temizda ko'ring qiling. Ehson, yig'ishtiring u gaplarni, gapirmang. Mon qara, mana on qara, figurani qara, mon qara, jalab. Asbobni oldigacha muskul bo'lib ketibdi. Buni formasi zo'r buni. Ye onasini. Ты это груди. Потом у тебя Odilxon bilan yarashib oldilaringmi? Gaplashmayapman u bilan, o'g'il. Ikkalasi urushib qoldi-da. Odilxon bilanmi? Da. Odilxon semirib ketibdi, Odilxon bilan bunga yaramaydi. Ana ofitsiant это asfalt. Bu och bo'rida aziz bu soladi hozir. Oldiga chiqqan liboyni uradi bu hozir. Odilxon yaramaydi bunga. Odilxon yaramaydi. Men qara, mana undaqa figura qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Labay. Mana shunaqa figura qilishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Monolit.
Rashtakan oldiga kelasiz, ustozni oldiga o'zi aytadi. Ag'ashda endi oldiga borsa ezib tashlaydi bizni. У Bilar. него двести нету. Aytdi yaramaymiz. Sardor bilan yo kelaylikmi Rashtakan oldiga bir 2 oy zibur qilaylikmi? Sardor. 2 oy tirnoqqa qilsak bizlar qorinliq olmaydi. Men undaqa muskul bo'lib ketamiz, muna bo'lib ketamiz biz ham. Bu Goldni ham uradi, Goldni ham uradi. Gold kurashi ham yo'qda bu. Buni kurash Aziz buni kurash kuchli bu hozir Lyuboyni uradi o'zini vesida. Природа, ребята. Bo'g'adi bu. Природа. Hozir yaxshi forma tushyapman, ertalab Uchta gol, uchta gol. hal bo'lyapti. Yaxshi Uchta gol, uchta gol. Bilar qorinim yo'qda qarab, bilar. Sardor, havas qilasan-da figuraga. Bilar biz ahvolni qara, jalab. Buni qara, bizni men ham bitta echini ko'rsatib qo'ya, jalab. Sikib yuboraman men bu figuramni. Qaragansizlar-ki, nega mutlaqlar? Давай, face to face. Face to face. Bittali pras. Biz qonimizni bunday silaydi qizlar, bularkini bunday qiladi. Biznikini bunday silaydi. Bola bizda hech kim yo'qmi? Chekka. Men bular samandardan ham arriq edim men. Olmish kelaydim bular. Akalarimiz yo'qmi? Hatto opalarimiz, akalarimiz. Ya hozir biz tashlayapman, xudo xolasa qarab turasan, men qasamyod qildim. Samandar xuyna bo'ladi. Men xuyna bo'lmaydi, mana shunaqa bo'laman, xudo xolasa. Shu formaga chiqa olaman. Samandar onasini emsin bilan odamni puli ko'paygandan keyin qimillagisi kelmay qolagan. Samandar men seni borku, stoykada uraman, javob beraman, uraman seni men. Uraman men seni. Bizda hech kim yo'qmi deyman men. Tamam, bu yo'lga kelmaydilar, mana bunaqa. Og'alarimizdan. Mana bering. Aziz ey. O'zbekistonda yuribsan. Atamra. Bunga bir normal sapernik topib bir mashhurroq bilan bir solishtiray buni. А как работает, если это морозит? Samandar bilan men bitta boks ishlaymiz, yengil. Xudo xolasa men Toshkentga boraman. Bitta ularni hammasini men o'zim bir ko'raman, fizikasini, boksini. Ularni hammasini o'zim kontrolga olaman. Endi meni qo'limda emas-ku bu bilan urishdi. Ana oktagonliga beradi-da. Demoqchiman bironta bir populyarni Kamil bilanmi birontasi bilan to'g'illaylar buni bilan. Hamid biladi. Kamilni kuchi yetmaydi-da, u ham bilan kuchi yetida hollar uryapti-da, Sardor. Kamil urushmaydi-da u bilan. Kamil to'g'ib popdi o'zi, urolmaydi ham, mana big'illatib bir pasta bilan. Bo'ynidan olib tishlab. Qirg'izistondan bitta yibancha bor. Qilib yurar. Kim edi shuni oti? Marselmi? Marselmi, Yupitermi, gandon bilan solish? Urushmaydi ular. Bizga yo'qmi o'g'il? Bizda hech kim yo'q. Marselim parazinasi yo'q, Sardor u ham. Ashi bilan solishsin. Oktagon kontraktman bor. Oktagonda 5 ta kontraktim bor. Men Praviyada boshqa ligada urisha olmayman. Marselga aytdim dedi. Oktagonga kelamiz dedim. Chaqiryapman. Bu boshqa ligaga chaqiryapti meni. Chiroyli deyapti. Chiroyli. O, rahmat Delias. Yomon-yomonsan. Qara kulachkada nima chiqmayapsan? Bobur chiqyapti, Bobur Abdulaziz. Osonmasda yo'g'i. Давай. Идем. Aziz bu borku bilan hozir urush kerak populyarni odamlar bilan. Bu nima qiladi biladi? Haqiqiy sportsmenlar bilan, reket kattalar bilan urishib. Bu bilan Sen sportsmenlar bilan urushma, o'zingdan media bayis yasa, men ham gandullarni uraman ponni. Media bayislar, ponni mana media bayislar 3000 to mana hozir ana u Bobur Abdulaziz chempion bo'lgan Qozog'istonda oti nima edi? Alash Praytmi? Ha. А у тебя денег нет? O'sha 3000 beraman dedi, o'zi telefon qildi. 3000 beraman dedi, urush berdi, 3000.
Uchun beraman deyapti. Hadi. Urushmang. Как дела? Ha, Nechta Ovasiga tapet topdimman. Anavi kim edi o'sha Alashpraytda urib turgan anavi aktyorni qiziqchi kim edi ismlari? O'zimizdan, Farg'onadan, oti nima edi? Qiziqchi. O'sha bilan solishinglar zo'r bo'y bo'ladi. Oti nima edi? Qiziqchini. Не знаешь? Сардора не знаешь? Elyor. Сардора тоже? Kabboyda turnovka qilib, meni jangim odamlarga qiziq, vez O'zbekistonga qiziq, ishanu. Vez O'zbekistonga qiziq, ishanu meni jangim. Pizes ular. Lekin Destretilni ana shu bo'yni yo'qni qoqishing kerak-da, savobga qolasan. Savob uchun ham urish kerak-da uni. Joni Apasnimi? Apas, u dalbayob Apasni o'zi olganmi? Joni Apasni. Sizga u nimasi Apasni uni, yiban. Сардор чуть-чуть знает по-русски. Baza qilaman tuni videolarini ko'rsam. Lekin rostdan bo'yni yo'q yiban. Meni so'kib chiqqan, hali borsam sikaman u cho'chqachani. Boray? Nima degan u? Bir so'kib chiqqan harromi meni. Ko'tini yirtaman o'z qirchda. Твикс тоже Кемеров. Men ko'rmagan ekanman. Baqaloqcha bilan. Bo'yni disvitinni yo'q ekan, Через месяц назад я был в Москве. Ha? U tabiiy shunaqa bo'yni yo'qmikan, yo'q? Anov bilan ursin, bu Aziz Kamil bilan ursa zo'r bo'ladi-da Ну, bu месяц назад, месяц назад я был в Москве. Ну, я Ular там работал, погулял. bir gaplashing o'shani, u faqat so'rayapti, bilan Zayba. Kamil pul so'rayaptimi? Ha. O'sha kuni Gold gaplashdik bilan intervyusini ko'rdingmi? Gold bilan 80 ming so'rabdi. Gold bilan urish uchun 80 ming dollar so'rabdi. Gold 30 ming qilishibdi. Gold 30 mingga urishmabdi. Потом что мне нравится. Bu ham biznes, Sardor, biznes jalab. Hozir men ham 3 ta bo'y o'tkazib olingizki 100 ming deyman men bilan urish. 80 ming so'rabdi Kamil bilan. Kamil ham baribir obro'yisi bor-da, qari bo'lgan bilan. Ha. Kamil yaxshi. Men ham 2 ta gandonni uraman, bir 50-60 mingga urishaveraman yengil keyin. Нормально, девять. Подходит, вот. Samandar sen Лицо. hozir solishib yurgan odamlaringni borki tanimaydi-da xalq. Bekor urushyapsan. Mana shuni bloklab yuboring ana buni. Teginmay, yozuv o'qimay nima qilasan? Qachon katta bala bo'lasan? Hozir men bitta screenshot qilib olaydim mana shuni. Itaraman uyga borsam. А у тебя? Ну, как раз вот. Ну, как раз вот. Sanga bular nima ish qildi? Dalbayob bilasan, nima ish qildi bular sanga? Nima yomonligi tegdi? Gapiryapsan. Ishi bo'lmasin. Men senga aytyapman, bu gandonlarni to'plash uchun 5 yil 6 yil vaqtimiz ketdi. Билетом вот. Olur. Да это билет, это без проблем, это билет. Endi buni Samandar Kamil urishmaydi. Да подожди, купим. Bu Да подожди. kim bor o'zi? Populyarning ham yo'q shekilli, boshqa? Проблема, что ли? Odilxon bilan ikkalasi solishsa qaysi biri yutadi? Odilxonni bu chaynab tashlaydi. Lekin Odilxonni ham stili yaxshi-da. Слушай меня. Odilxonni ham stili yaxshi, ammo lekin urib charchab qolasan. Пойдет? Ey, Odilxon bilan shularni jangini tashkillasak-chi, Odilxon urusharmikin? Yo, buni duxi yutami o'zi Samandarni? Seni duxing yetami? Og'a, men tayyor bo'ypay. Menga Salimga kel degan, men javob bermagan. Ты приезжай сначала. Odilxonni zalingga chaqirmadingmi? Gashi o'chirib telang shuni. Bari ko'rinmas. Bir ustoz yoniga keladi, salom alaykum qiladi, keyin
Так когда это работа у него Odilxon bilan ikkalasini bitta qo'yish kerak-da, zo'r bo'ladi lekin. Ha, Aha. Odilxondagi uni qo'ysak, Men javob beraman Samandarga. Jangini ko'rganman. Saturing bilan Taysonni ikkalasini mana shu bola bitta qilib urmasa oktagonda-chida shunday quyday qilib bag'illatib urmasa men bu boladan kechaman. bergan sutlarimizga rozi bo'lmaymiz bilan agar yutkizib qo'ysa ikkovini. Hozir professional payis beryapti. 602 rekord. Mani kalimda 201 bo'ladi. Shuni ham olyapman. Ayni urushman. Ya bu yaxshi solishadi bu. Bu Odilxon bilan ursa bo'ladi lekin. Lekin Sardor bir narsani tushuntir. Bu gandumga poni professionallarni beryapti. Media bayisga yaqinlashtirmayapti. Mana 600 ni beryapti. Buni go'sht qilyapti Qozog'istonliklar, buni go'sht. 600 berib qo'yyapti bunga. Odilxon bitta bala urdi-ku. Stoshik bala kimda urdi? Ha. Qozog'iston. Ana shu bilan chiqsa bo'lmaymi bu? Dalermi, Diyormi kimda otdi? Qo'ymayapti. Mana u liga Qozog'istonniki qo'ymaydi. Oktagon ligani boshlig'i kim? Men telefonlashib gaplashaman. Qozog'istondikida shuning uchun o'ziniki bayislarni ushab haydab qolib yuradi. Unaqa beravermaydi. Samandar u bolani ko'rmay o'tib ketadi. Bitta parterga oladi, big'illatadi bu. gazini bering. Janga beryapti, uni bermayapti shunga. Odilxonni lekin yomon urdi, ha? Şu Abu Dhabi to'g'ri krasivый. Odilxon yaqinlasholmadi u bolani oldiga. U bola stoyka. Мне не нравится это Дубай. Esa ben kutib o'yapti, bo'ldi, tamom. Odilxon hech narsa qilolmadi. У этого Bu bilan chiqarish kerak, bu bilan Samanni. Qo'ymayapti. Parteri yo'q-ku, menda parter bor. Parterga kirib, parter. Men qara, sen parter qilmayman, stoykada solishaman deb chiqib, amini chiqarib qo'yur, hozir shunaqa. Keyin chiqaverasan, menga parter yo'q deydi, stoykada solishaman deydi deb chiqaveradi poyda. Bu bilat MMA jalab bilat. Boks emas, ish kerak. Aldab olib chiqib chiqarish kerak. Lekin Destitilni Samandarda ham yaxshi boylar bilan, jangchilar bilan solishini xohlaymiz-da. Birinchisida zo'r urishdimi, endi bunisiga yaxshiroq odam berish kerak-da bunga. Bunga bilat qaysi tanimagan odamlar tanimayotgan odamlar beryapti-da, bo'lmaydi o'tirish. Maqtayman, hozir maslahat beringlar, misol uchun yaxshi bayis beryapti, rekordi katta, professionalni bayis, Alashmuratlardan urishgan ekan u, daxuya bo'ylab urishgan ekan. Uni hech kim tanimaydi. O'zbekiston tanimaydi. Bunga tushuntir shu gapni bu hali tushungan yo'q. Tushundim men, tushundim. Sen buni raqib tanlashga haqqi yo'q bo'yapti, tushunyapsan? Buni bor-ku. Buni auditoriyas tanlashga bor, dina qo'ydi, biladi. 6-0 bilan ham urushamanmi degan jala. Men media bayisman degan, menga gandollarni ber, amin chiqaraman degan. Men degan biladi. Hinduman degan deb chiqib men media bayisman, sikaman, siz haqiqiy sportsmenlar bilan urishdim. Yetek kalti amini chiqaribdi 6-0 bola. Keyin seni ham so'kib chiqmaydi, bu gandonada o'zadi. Bizga ishonma, hozir yaxshi gapirganimizga ishonma, yutkizib qo'ysang, itni so'kish eshitasan. Biz bunaqa o'tirganmiz, ishonma, itni so'kamiz sen, bu gandon bilan, o'ta bilan tiksa qo'shib Instagram qo'tagan tirnovga qilmagan bu. Bizga ishonma, shuning uchun yaxshiroq bola bitta gandonni olib chiqib rasa ur, o'zga pulini to'lab bo'lsa ham. Samandar lekin yutkizib qo'ysang, birinchi o'rinda ikkalamiz so'kishni boshlaymiz, bilasana? Bilasan-ku. Bizlar ukam bunday ko'targanimizga shishib qolmabdi oldimizda. Prosta yutqazib qo'ysang bizga ham kerak emas, biz ham so'kamiz. Pizda so'kamiz. Odilxon aka bo'lib mana 5 yil, 6 yildan beri yuradi biz bilan. Bizdan so'kish eshitadi, yutkizib qo'ysa.
Odilxonni so'kamiz-u. Yana ko'tar, yana aka-uka bo'lib, ha zo'rrushni zib ko'ramiz, videoda sikamiz yana keyin. Ha bu gandov, ha bu non kabob biladi deb. Yo'qa. O'shaning uchun sen yaxshi bitta gandumni topib, o'shani ur. Qizig'i yo'q. 70 shu parajina bo'lsa ham bizga bor-ku. Muhimi yutuq kerak, qizig'i yo'q. Muhimi yutuq. 70 marta parajin olgan bo'lsa ham o'sha odamni olib ur. Bo'lmasam so'kamiz. Kuchlisdan tayoq yeb, mana bu yerda sharmanda bo'lib o'tirsang biz so'kamiz. Ha, keyin Azzaga, Sardor aka, bilay ko'takansizlar desang ham ta'sir qilmaydi bizga. Biz sendan oldin ham ko'pchilik aytgan bu so'zni bizga. Biz chistamin chiqarib so'kamiz, bizga qizig'i yo'q. Biz Instagramni mana shunaqa so'kish uchun ochganmiz, mana shunaqa kaltegilarni. Odil akam ham sizga bordim, ruscha to'qinaverib. Odil aka, charchamadingizmi? Instagramda shu mana shu ashibga qilib yurgan odamlarni so'kishdan ochib qo'yganmiz ikkalamiz ham. Yutsa maqtaymiz, yutqisa so'kamiz. Bizni uralmaydi ham, biz ursa yozib beramiz, qamattirib yuboramiz onangizga 70 yilga. Bizim to'plash olib uradigan bo'lsa, baloga qolib ketadi. Hammasini qamattirib yozib beramiz ustidan bilan. Biznes urishda deymiz bilan 70 ta odam tepalab tashadi. Bizda nimada Samandar tayyor o'sha satrasina bo'ldik, qo'limiz sindik degan qog'oz tayyor, familiya otini kirgizib qo'ysak bo'ldi, tamom. Tayyor turadi. Shuning uchun kaldesang bo'lmaydi. Itti so'kishdi bizlar. Ogohlantiryapmiz Samandar. Yana bir marta ogohlantiryapmiz. Ham ushlab buraman. Sochdan bo'lsa Mikrofonni agar olib turib, yutkizib qo'yib, yana bir baloyda deb bahana qilsang, undan battar so'kamiz. Atravleniya bo'lib qoldim, kecha gemoroyim chiqib qoluvdi. Masam qochib qoldi degan so'z bo'lmasin. Tashag'ida tishlab bo'lsa ham bir tuqum qilib chiqarib yubor. O'ydasi yo'q. Hali shoshmay tur, anavni yutkizishini kutib yuribman bittasini. Hali aytmaysizmi? Agar bitta yutkizib qo'ysang, shunaqa so'kaman. Kim bu? Ismini aytmay, hali bitta yutkizsin, hali u yosh bachchalar bilan urushib yuribdi-da. Mindayroqqa bir qo'yib, bir tayoqni zo'rini yesin. Shunaqa so'kaman. Kechalari borki, uxlasa tushlariga kirib, quloqini tagida ovozim ketmaydi. Ana shunday so'kaman. Ha, uni ham kuni yetib kelyapti o'sha sekin-sekin. Xudo xolasa deb gapir. Xudo xolasa yutkazadi. Xudo xolasa. Xudo xolasa kunlarda yaxshi niyat qilaveraylikchi. Non kabob hozir Gruziyada. Nima qilyapti u? Urushgani ketgan. Ye? Qanday? Rostdan, non kabob Gruziyada hozir. Gruziyada urushyapti hozir. Nimaga biz chiqmayapti bu? Nimaga bunaqa? Yashirincha solishyaptimi? Bilmasam, mana videosini ko'rib qoldim. Aka, Gruziyadaman, keling dedi menga. To'g'ri? Shunaqami Samandar? Rostdan. Lekin Odilxon ham show biznes qilib oldi-da bu. Tayoq yesa ham chiqib urushyapti, pulni oyapti. Kalt yesa ham chiqyapti, pulni oyapti. Non kabob menga korotchi video tashlabdi. Aka, Gruziyaga keling, olib chiqing meni deb jangga. Odilxonni olib chiqib, Odilxon yutkizib qo'yib, o'sha sitkan ichida Odilxonni so'kib mikrofonni olib men buni nimaga olib keldim? Gruziyaga nima uchun keldim? Bu uchun keldimmi deb. Ikkalamiz o'sha joyda qirilishib
Endi yutkizsa ham ekan, maytlari yorilib ketib urush ekan, bular bunda voy bala deydi xalqam. Молодец, yorilib ketsa ham solishdi deydi-da, pachaq bo'lib ketsa ham deydi. Так мало. Da, lekin действительно Aziz Odilxon ham lekin hozir aytganingdek soqqaga uch bo'lib qoldi. Boradi, urishadi, yutishsa ham soqqani oladi, qaytadi, tamom. Rahmat aka deydi, $2000 kelaverar. Shunday. Ola rozi bo'lsin sizlardan, guldek hunarim bor ekan deydi, kelaverar. Yana kim urushadi deydi. Почему рано? Lekin samandarni bitta qo'yishimiz kerak. Zo'r bo'laydi, bila. Рано надо рожать. Qo'yaylik, Odilxon bilan qo'yinglar mana shu. Кого рожать надо? Приезжай, я тебе покажу. Ikkalasini visi qanday, Aziz? Odilxonga pul bersang, mol bilan ham urushaveradi, uni qondosh uni ham. Bu ham po'xo'y, mol bilan ham urushaveradi bular. Pulini to'lasang bo'ldi, qizig'i yo'q bularga. Qanchaga urushasan ikkalang, urushsang? Manmi? Ha. Tekinga ham urushaveradi. Tekinga ham urib qo'yaman. Tekinga ham. Pul deb o'tirmayman. Tekinga ham urib qo'yaman non kabobni. Tekinga urib qo'yayotgan bo'lsang, qilishimiz kerak. O'rtaga bir az bir 2000 qo'yamiz. Ha, mana men ham qo'yaman, agar urishadigan bo'lsa, men ham pul tikaman. Sen ham tikasan. Zalda ham oddiy bir sparingga ham urishib qo'yaveraman. Bu xalq ko'rish kerak-da. Odamlarga interesdan bo'lsa, mayli, o'g'a, muammo yo'q. Men bir narsa aytayim, Odilxon hayot turishmaydi u bilan. Urishmaydi, ha? Odilxon tan oldi o'zi. Я тоже пойду сейчас спать. У меня зарядка сел. Все. Xayriyat aka. O'chiring efir zaryadga sel bo'ldimi? Bye-bye. Odilxon Хорошо. Odilxonda ham zatni yo'q, solishaveradi. Yutkizsa, yutkizmasa farqi yo'q, urushaveradi-yu. Lekin bilmayman. Bilib turib ko'proq pul so'raydi u. Menga qara, nechta pulga urushadi, Odilxon bitta jangida nechta pul oladi? Olsa kerak $1,000. Ha? Nechta pul? $1000? $1000? Sardor? Eshityapsanmi? Qancha dedi? Yarilda yuradi u, internetga chiqib. $1000 olsa kerak deyapti. Achko ishlash uchun aytaveradi uni, o'g'a, mana men ichiga kirganimdan keyin sistema ana bu ichiga kirganimdan keyin bilyapman kim bo'ladi. Sen qancha olding ana o'tgandagi zo'r urushganing uchun? Men 1000 oldim. Odilxon necha pul oldi deb o'ylaysiz? $1000 Ha? Undan ko'ra, Aziz. Men qurilish qilyapman, jalab hamma sportsmen shu media baysda olib kelmaysanmi? Bu yerga ishlamaysizlar, 3-4 ming pul olasizlar, Samandar? Bitta chekelik Sardor. Bitta yo'q. Men nok chekyapman. Sigaret tashladim. $1000 bilat. Nestoyt, ha? Nimaga menga 3000 beraman deyapti, alashib aytmaysan? Aziz, sen populyarnisan-da. Popularni, ha. Seni litsoying bor. Men chiqib qo'ysam bormi? Men pachkasiz chiqmayman ayog'larga. Kamida. Birinchim bo'lammi? Yarminchi jangim bo'lammi? Ana erkakdan Marsel urushyapti. Marsel $50,000 ham yutqazsa ham. Nech pul? 50,000.
Voy, mana u sal mana u jiz etdi onasini ko'rtigasiga. Mana u jiz etdi. Endi 3000 ga ko'tarib urishamiz bilan. Mana u 70 ming, 50 ming desek, bilat sal jizilladi jalab. Sigaret chekib chiqib urushaman men jalab. Sigaret chekib, kayf qilib, Kulachkada, lekin Samandar ham ilashib oldi bir balo qilib. Endi bu Tailandga ketaman deb sikiyapti endi bu bilan. Tailandga ketaman deydi bilan. Tailandda necha pul beradi bitta bo'yinga? 200 dollar berar ekan xolos. Tailandda prosta kuni ko'rsang bo'ladi-da, sastayning bo'lsa. Kelib ketasan, bir u dunyoga ham borsang, hayotda nima ish qildingiz? Ertabdan kechgacha urishdim demaysan-ku. U dunyosini o'zi u dunyosini o'ylagan odam chiqib urishmaydi. Shuni urushaversin biladi. Instagramda sotib olgan ekanman. Meni mana o'zim ikkinchi telefondan kirib, listat qilsam faqat o'zim chiqaman, Ha? Haligi bizdagi videomi hozir ko'rsatgan? Vobshe dahshat bo'lgan, ha. Chotki bo'ladi, kesing, vodiyga kelasan yana bir mehmon qilamiz, maza qilib. Boraman nasib bo'lsa. 1 millionga chiqsam boraman deb video joyladim. Endi ko'ramiz, necha kunda 1 millionga chiqayganmiz. 1 millionga chiqsang, qayerga borasan? O'zbekistonga. Men 500 mingga chiqay, men nimaga boraman? Anondaqaga. Hindistonga. Nima qilasan Hindistonda? Shohruxxonni ko'rib, ikkita, hali bratishkalar Shohruxxonni ko'rgani ketibdi. Shular ham to'ydirib yubordi, bir so'kaymi ekan deyapman. Shohruxxonni ham bir qiladigan ishi yo'qmi? Shohruxxonni ham ko'rgani borami? To'g'ri. Ko'rgan bo'lsa ham mayli-da, ko'rmaganda shular Shohruxxon to'g'risida. Shohruxxon jalab Messini mensimayapti-ku, bunday qilib bilan Messini bunday qilib. Bala u Shohruxxonlar bilan qaza kitobdek odamda ular, Ularga Xudoyim shunaqa mashg'uldi. Messilarni bir tengilmayapti, Messilarni. Voy bilad. Birinchi o'rinda turar ekan pul bo'yicha, bilad, dunyo bo'yicha bilad. Har 10 kunda chiqadi dedim, mana deyapti. Eshigingdagi odamlarni qara, bilad. Eshigingdagi odamlar, ertabdan kechgacha odamlar turar ekan, Ova bir yerdan Toshkentdan bir choyxona ochayapti. Normal gangster choyxona, nimadir choyxona. Ochamiz. Tavba qildim, haqiqatan ham, rostdan ham, Malades, Instagramdagi blogerlar, oddiy xalq duo qilib videolar qo'yibsizlar, endi ko'ryapman. Instagramga listat qilmadim video. Mana endi ko'ryapman. Malades. Brat, от души. Va shunaqalar ko'p gapirib video qo'yapti mana shuni. Gap yo'q, akalar, jonlaring sog' bo'lsin. Men Instagramga kirganim yo'q o'sha 2 kundan beri. Ehsondan beri hali endi kiryapman mana, endi ko'ryapman. Qanday kim nima qo'yyapti. Meni hali o'zim qo'yganim yo'q. Tojikistonlik blogerlar ko'p gapirib qo'yapti mana shunaqa video. Malades. Gap yo'q. Tojikistonda ham ancha populyarni bo'lding yana ham, Tojikistonda ham. Gap yo'q, rahmat. Sardor bilan Tojikistonga borganimizda ham hali videomiz rosa pikka chiqqan edi ekan. Qana marujnisan gandon deb. Parkdan o'tib ketyapmiz, hamma qaretda qana marujnisan gandon deyapti, bir-biriga qarab. Odamlar. Rosa pikka bo'ldi o'sha. Sardor, men bunaqa marujna yemayman deydi. Bunga qarab. Qanaqa marujnisan gandon diyor. Yomon ketgan. Rahmat. O'zbeklar ham bormi u yerda?
Qayerda? Qo'li yomon yumshoq ekan qizni. Ko'rsatchi biz ham bir Ben ko'raylik. aytaman. O'zani. Bor deyman. Hozir yoningizda. Buga ayollar menga tikilib qarab turibdi. Mana yonboshdagi qiz qichiq qilyapti bir soatdan beri. Qani? Turkmi? Ha. Og'a bir choyxona olib. To'yxona? Choyxona nima qilasan, sport qil ukajon, ochaveramiz. To'xtab qolganimiz yo'q-ku hali, ye. Endi bu ham turib turadi deyman-da. Choyxonani yurgizsang zo'r omali. To'lib ketibdi Instagramda videolar. Malades. Men hali kirib o'zim qo'yganim yo'q. Odamlar to'ldirib yuborishdi. Mana, ha, chiqdim. Buni qara, Aziz. Yurib bo'lmaydi, qara. Tanimayman bu opalarni. O'pib olyapti ko'rib. Qarochi, nimaga chiqdik haligi? Qayta Jizzaxga borodikmi? Surxondaryoga. Surxondaryoga bordik, Samandar. Ha. Bitta oshxonaga, bitta restoranga kirsak, katta restoran ekan, bila odam bitiruv kechasi bo'yab turgan ekan. Odam daxuyi. Qizlar, bolalar kirib o'tirdik. Hamma spokойно o'tiribdi, kirdik endi hamma qarayapti, bir chekkaga kirib o'tirdik, bekitib o'tiribmiz. Keyin ovqatlandikda tashqariga bitta chiqsak, bila hali o'tirganlar hammasi chiqib olibdi bor-ku. Odam yo'lni bo'yigacha odam bo'lib ketgan. Daxuyi odam. Naval odam bilan. Samandar, Oh. akang O'zbekistonda mana degan artsing, mana degan sportsmenlaringdan mashhur. Ha, hamma biladi-yu, taniydi. Ya o'zi ko'chada yurishlarimda azdan so'rasang aytadi qanday yurganmiz. Yurib bo'lmay, yurib. Ana Ha, bilan biz- so'rab video chiqib qoldi-da, qanaqadir miplamidi, qanaqadir mashinaga mindirib olib ketaman degan joyda mashinaga tiqib olib ketmoqchi bo'lganmi? Shunaqa video. Solishib qo'yganman o'sha payt. Nima bo'lgan? Daxuyi bo'lgan. Urishib qo'yganman o'sha payt xodimlar. Melisa shunday ushlatsa, "Yo, kastimim qimmat turadi" deb ba'zi. Kastimim deydi, bilad, qimmat turadi, qo'lingda ol deydi, voy bilad. Yaxshimi? Ko'rganim yo'q. Mana bu TikTokga kiraman-ku, TikTokda 350 odam, 300 odam o'tiradi-da, Instagramga kirmaydi-da, unaqa. Men ham bilmas ekanman, savdo mashinadan ko'ramiz jalar. Men ham bilmas ekanman. Yana ham men ham ochganim yo'q, savdo vahshiy ochganim yo'q. Onasini ham. Sardorova, bitta savolda, mana TikTok ochdingiz-ku, qancha yil ochgansiz birinchi marta? 2018. 11.145.000. TikTokdan birinchi marta ishlab topgan pulingiz necha pul bo'lgan o'sha payt? $120,000. Birinchi marta. 3 oyda, ha. 3 oyda. Eng katta pulni necha pul ishlagansan, eng katta pul. Bitta batildami?
Ha. Yo'q, ana shu TikTok Yo, bitta ochganingizdan batilda beri. mana men ham ishlaganim deytaman, bitta batilda qancha ishlaganim deytaman. Necha pul ishladim eng kattasi? 5 minutda bitta batildami? Ha endi o'sha bir kunda, bir kunlikda. Yo'q, Tamom, yo'q. tugat. Emas, bir dona batilda 75 ming dollar ishlaganman. Men 75 ming normal. Men eng katta ishlaganim 113 million ishlabman. Eng katta o'sha bitta batil 113 million. 10 mingda u. Ha, 10 ming. Bitta batilda let 9 ishlaganman birdan. Bitta 5 minutda. Samandar bilad, bo'g'ilasan, biz bilan yursang siqilasan, samandar bilad, biznes bo'g'ilasan. Yo'q, mana bunaqada endi sizlarga Alloh shu tarafdan sizlarga rizq beryapti, va. Sizlarning yo'nalishlaring shuda. Mana shunaqa yo'nalishda, mana shu stilda sizlarga Xudo mana shunaqa ataganini beryapti-da. Mana shunaqa hammani o'zini yo'nalishida rizqini beradi. O'sha katta batilda 7,5 million shot bo'lgan-ku aziz. Eslaysan? Zamira bilan. Bilaman. Zamira bilan pizdes bo'lgan o'shanda. Voy bila. Mana shu TikTokni ochganlaringizdan beri eng mazza qilib boradigan pul, mana shu hayotimda eng zo'r katta pul bo'ldi degan pullaringiz qaysi bo'lgan? Ha, aytyapti. Zu mana men eng katta pul topganim o'sha 12 mil 120 milliondan, 120 million topdim o'sha bir kunda. Sardor 70 qancha ming dollar deyapti-yu. Endi Sardorda auditoriyasi pizdes-yu, jalab. Anu, opa bor-ku, Sardor og'ani bor-ku. Kecha kimgadir ehson qildirdingiz, o'sha paytda 65 ming dollar tushdi dedi-yu. 53 tushdi, 53 ming yig'ildi. 53 ming 65 ming dollar dedimi? 53 ming dollar, 53 ming. 53 ming dollar, ha? Podarki, yazini ber. O'zligi peshonasiga esa podarki. Musayev. Nechi pul deydi, kalkulyator hisobsiga bilasizlar. Shapkasiga yedirib o'tiribman. Zeriktirmading. Ko'payib ketdi. Meni ko'taryapti qara. Ya, men prezident qilmayman, aka xafa bo'lmang. Siz bosh ko'rgan. Suhbat Musayev ham yaxshi. Odilga galeriya to'ldiryaptilar deydi. Galeriyaga sher kelib qoldi. Galereyada sher bo'lib qoldi-ku. Yaxshi odam. TikTok yutib ketdimi? Shuhrat Musayev TikTokda. Facebookda. Podarki tashama, ertaga anoli gapirib chiqadi. Shuhratni sotib oldi shekilli bu deb. Aytaman, ham Instagramda ko'rinmay qoldi. Kechirim so'rasa, boshqa qilsa unaqa narsani ko'pchilik tushunmaydi. Akangizga yozing, mana yoz. Suvmi o'g'il? Og'alar, men chiqaman mayli sizlarga. Ham o'chiramiz. Men ham o'chiraman. Biz TikTokka kiramiz, TikTokka. 7taga nasib bo'lsa efirda ko'rishamiz, ha aziz? Xudo ertaga kiraman mana. Menga qara, bitta shanba kuni bitta anular, bitta ushi bilan bitta solaylik. Bo'ldi, 7taga. Shanbami farqi yo'q. Qachon biz tashkillar, men gatov, любоврейman. Ha, men sekin Rafan ushayman biladi, romantik ushayman. Ikkovini 2-2-1 bosaylik. Tamom. Bir show qilaylik, jalab odamlar g'iybatdan zerikdi, jalab show qilamiz, bo'ldi jalab. Bo'ldi. G'iybat jalab. Soqatayim qilishimiz, soqatayim. Instagramdagi bizani kuzatuvchilarimiz, bizani podpischiklarimiz, zritel Hech kim ko'pchilik tanimaydi-da. mashhur odam bilan solish. Mashhur emasda o'sha joy bo'lyapti. Sigar chekayapsan, aziz? Sigaret ko'tib oldim, bilajalar, shu ko'tib qoldim, onang ko'timga sigir. Gandon olib qoldim men bilan. Sigar chekayapti.
Bashi chekmasin bolangiz. Chaqmoqmi? Tiqilgan. Uyatdan hayron qolyapman. Shuncha yil chakmagan odam qanday sigara chekadi? Gandon o'pib oldim men bilan. Eng oliy gandon o'pib oldim bilan. Chakma sigara chakma. O'rganib qolasan. Ha, pizdes o'rganib oldim. Bir oydan beri sigaret chekyapman bilan. Nosga o'tib, yengil nos. Ha, nos bilan qizlar bilan o'pisholmaysan, og'zingiz sasiyapti deyaveradi bilan. Chay yursang sasimaydi. Men nos bilan o'pishni yaxshi ko'raman, nos. Mayli. Men o'zlari ham nos chekkidan bo'lib ketadi qizlar. Assalomu To'g'rimi? Ya sovuq emas, yonboshim og'riq ko'rsam. Dengizda ustida o'tiribman aziz. Odil akam kimga cho'qinyapti? Hindistondamiz, Turkiyadamiz aka. Ey, Hamma tomon dengiz. Dengizda ustidamiz. Odil aka. Oh, Ha, aka. Dubayda qizlar qo'l-ahvolini so'rang. Turkiyani nima qilasiz? Turkiyaga borgansiz, Turkiyani so'rang. O'zbekistonga kelsiz, O'zbekiston. minnatlar ko'p. Nima buncha negativ yozadi bular? Biladi, shuni bu. Teginma. Menga qara, Samandar. Bu gandonlarda yig'guncha qancha vaqtimiz ketdi, yozsa yozaversin. Tikilib ketdi bu gandonlar yig'guncha. Yozaversin. Yozaveringlar. Aziz gandon deb yozinglar hamma. Yaxshimi axir hamma yo'q? Zo'r telefonlar yig'ishtirib qo'yib, o'zim bir miyalar dam berib o'tirdim. Qarasam bir Instagramga kirmaganimga ancha bo'ldi, bugun bir kirib qo'yay dedim. Instagramda ham ochib turish kerak. Odamlar bilmaydi, bilan fake akkauntlar ham daxoya bo'lib ketgan. Bilmaydi. Kim bu? Original akkauntimdan bir ochib qo'yay dedim. O'zi bironta hali TikTokimga ham, Instagramimga ham bu Ihson videolaridan birontasini joylamadim. O'zi hamma xabar topdi, o'zi odamlar qo'yib taylaganmi deyman. Bugun zalda ham gapirishdi, Sardoz o'qidi, Ihson qilibdi. Yerda ham ko'rishdimi? Hamma joy ko'ryapti. Ha, Joy ko'ryapti. Ihsonlar mana deysiz. Kunuzga? Kunuzga chiqding. Og'ay Kunuzga Chingiz yo'q. chiqdimi? Bormi Chingiz? Bir paytlari videolari chiqib turadi. Kunuzga chiqdimi, Kunuzga? Kunuzga chiqdi deyapti, bilmasam. Ikkala aytdi, lekin kunuzga chiqdi. Mana biz O'zbekiston mashina narsalarni olib chiqmaydi. Bizda pul, anu haromiylarni olib chiqadi xolos. Kunuzdanglar. Mana shunaqa ihsonlarni ham olib chiqinglar televideniyalarga. Qayerda bitta haromiylik qilsak, sirraz kunuz, qalampir.uz, Menisa kanal va Yeni kanal qilasizlar. Ular yomonlikni olib chiqadi, ular yaxshilik ko'rmaydi, ko'z o'tmaydi ular. Mana shunaqa narsalarni ham olib chiqinglar mana. Ko'ryapsizlar mana qancha odamga yordam berilyapti ro'za Ramazonda, ulug' kunlarda qancha ihsonlar qilinyapti. Nech kishi dog'lanyapti, nech kishi uyli bo'yapti, joyli bo'yapti. Mana shunaqalarni olib chiqish kerak. Zo'r bo'ldi. O'zim ham boshqacha bo'ldim. Yaxshi, rahmat sizlarga. Borlaringga shukr. Vahshiy dahshat bo'ldi. Endi davomi bo'ladi. Qani motivatsiyaga qarab bo'ladi-da. Ko'ramiz. Odamlar reaksiyasini qo'limizdan keladi dalsh qilish ham. Agar o'shanda rasmiy saytlar, kun.uzlar, qanaqadir bir yaxshi tashkilotlar qo'llasa, motivatsiya bersa, pul bersin emas ular. Prosta bir bash yaxshiliklarimizni ham ko'rsatsa, davomini qilamiz, ko'ramiz. Ana o'shalar ham shuncha yomonligimizni olib chiqadi, bir yaxshiligimizni ham olib chiqamikan, yo'qmi? Ko'ramiz. Kuzatyapmiz mana jimgina. Shunday. Olib chiqish kerak. Olib chiqsa yaxshi. Endi bizda bilmayman, bunaqa narsalarni olib chiqmaydi, bilmayman, rasmiy kanallar ruxsat bermasa kerak, atak bitta ish qilib qo'ysang, omalekin sirazi olib chiqadi. Mana u deydi,
buna ish qilib qo'ydi deydi. Otasi nima deydi, onasi bormi deydi. Mahalla komiteti taqa qarayapti deydi. Shunday. Shunaqa. Azizga britvaga pul tashlab bering deyapti. Aziz musulmon dinida, alhamdulillah. Qayerdan keladi bilan gaplar bilmaysiz. Ertaga indinga o'zi yana sportga qaytamiz. Paka hozir bir kun lirik chekinish qilaylik qani. Hozirroq miyalar joyga olib kelaylik. Aziz Zo'r sen bo'ldi. zalga chiqayotgan bo'lsang sigaret chakma. Ha, bo'lmayapti. Tamam. Buni bilad qanday tashlab yuborsam bo'lar ekan endi. Nos chaking, Azizxon, nos. Nosga o'tsang bo'ladi, sigaret tashlab olasan. Ha, nos qiyin. Nosni zo'g'ra tashladim mana 10 yil bo'ldi noschi. Men vash chekmasdim bilad. Ani elektronika o'rganib oldim. Ash Rossiyada elektronika o'rganib oldim-ku. Elektronik tashladingmi yo'qmi? Elektronik tashladim, jig'irdonim qaynab bilad. U o'pkaga suv to'ldirar ekan. Undan sigaret chekdi. Undan sigaret dedi nimasi kamroq dedi, ziyoni dedi. Shunday, u yomon, naborot yomon u. To'g'ri aytibdi. Og'a Elektronik yomon ekan. Ha? Chingiz bilan gaplashib turasizlar, bormi? Kim u Chingiz? Anochi TikTok bilamiz ham. Yo'q, Chingiz. Qancha oldi gaplashmaganiga Chingiz bilan? 1 yildan oshdi u. O'zi tirikmi, bormi? Bilmasam. Chingizni ko'rmaganimga ham 1 yildan oshdi. Lentadan ham chiqmaydi mendan. Shuni aytaman, yo'q bo'lib ketdi. Kiryaptimi, kirmayaptimi? Cho'nilab tashlagan jalab, cho'nilab tashlagan bizni. Cho'ni yurib tashlagan. Men bu fake akkauntlaringiz lekin yomon zo'r ishladida, lekin. Bossin, gazini bossin bratishkalar ham. Fake-mi? Fake. Sardorda ham daxoya bo'lib ketibdi, menda ham naval bo'lib ketdi. Meniki ham ko'paydi, meniki ham. Kim meni fake akkauntim ochib videolarimni bosavering, shu efirlar. Hali sen dicha borda Samandar brenddan yo'qsan. Samandar seni podpischking qancha? 190. Meni fake akkauntlarim podpischki 200 ming, 300 ming. Nima deyapsan? Shuni aytyapman-da. 800 ming bo'libsan sen. Mendan ko'rinam. Hozir mana shu yerda o'tirgan bir 1000 ta odam podpisatsiya tashlasa bir 200 ming bo'ladi. 1 million qilib olay deyapman, xudo xolasa. Bo'ladi. Million beraylik. Million beraylik. Instagramda qiyin, podpis yig'ish qiyin ekan. Instagramda prosmotr bo'lgani bilan odamlar podpiska bosmasdan ko'radi-da. Tekda gandollar podpiska bosmasdan ko'rar ekan, ko'z tegmasin. Uzoqdan, derazadan mo'ralab ketaverar ekan bular. Mana tashlashyapti hammasi podpisasi. Hozir 200 ming ta bo'lib olay. Azizga keyin gaplashaman qarab. Menda ikkita bor. Bittasi 250 ming bo'ldi, bittasi mana qancha bo'ldi bilmayman. Ikkita bor. Ikkovini ham olib ketyapti. Ikkovini ham. Agar Samandar Instagramda biz Aziz bilan yetakchiroq ochganimizda hozir 5-6 million bo'laydik. Hali 1 yil bo'ldi shekilli, 1 yilmi? O'tgan yil 1 yil bo'ldi. Ha, shunaqa. Biz bilmasdik Sardor bilan. Sardor Instagram bor ekan desam, ochaylik, shu bilan ochdik. Biz bilmaganmiz Instagramni. To'g'risi. Instagramga kirmaganmiz. Aytamanki, o'tgan yil Instagram kirardim, men sizlarni ko'rmasdim Instagramda, umuman. Yo'q edingizlar. Qo'yib yurishgan fake akkauntlar qo'yib yurishgan, odamlar qo'yib yurishgan bizlar batllarimizda. Ha, fake akkauntlar bor edi. Bilmasdik. Endi bu Instagramda
to'y yo'q-da. Bu yerda bir-biring bilan tomosha qilib o'tirasan. Ammo Aziz aka, TikTokdan bir pul chiqarishni yechishni o'rgating. Bir vaqtingiz bo'lganda bir telefon qilib, mana o'qib. nega bilmaysan? Karta ula bo'ldi, tamom. Bormi? Visa karting? Voy, Когда приезжай? anavilar PayPalmi nimani ochish kerak ekan, boshqa chet davlat nomerini so'rayapti. Hech qanaqa PayPal, o'z visa karting bormi O'zbekistonda visa kartasi? Что, проблема, что ли, билет купить? Ha, shunday ulaysan bo'ldi, tamom. Problemasi yo'q. Bu Toshkentda tanish yo'qmi? Yoniga borib bir o'qilib, yuzma-yuz gaplashib, tushuntirsa. Ты тогда получи отпуск. Мы отправляем билет. Uni tanish shart emas-ku. Unga o'zing kir, o'sha budjetidan dababit karta degan joy bor, shunga kirasan. O'sha yerda ulaysan bo'ldi. Karta raqamni terasan, Уже месяц. familiyani terasan, ismingni terasan, kartangni surogini terasan bo'ldi, ulandi. Mana Nima bu yerda problem? Toshkent yo'qmi ekan, o'sha TikTokdan Если pul тебе билет отправляют, ты один приезжай или... TikTokdan pul sunumat qilish oddiy oson. Menda bo'lmayapti-da shu. Odil akam pizza cho'qiyapti, biletingni tashlab beraman, bir o'zing kelasanmi deya. Oy, ro'za Ramazonda, oy, Xudodan qo'rqmang, oy. Voy bilat. Кто не знает. Oy, Возьми aka. с собой, это подруга твоя подруга. Voy Познакомимся. Sardor aka sikishmoqchi bo'lyapti bu, podrugasini olyapti. Voy bilat, oy, ulg'agan kunlari jang qilmanglar, ey, tavba qildim. Podrugasi. Rita bilan gaplashyapti, Rita bilan. Rita TikTokdagimi? Rita kelishkilik. Yana chaqiryapti. Ha, endi bu safar skillar olib kelib. Birinchi safar shans berdik, endi sikamiz degan. Yomon narsa qilmaymiz. Fora verdik birinchi safar deydi, ikkinchi safar endi jazolaymiz deydi. Burilib Samandar. beraylik. Samandar, sen videoda qo'yasan, narsa qilasan, bir Kniga идет, tirnovkani qilmayapsan. только мороз.